Birinchi o'rinda 15 kunlik stajiy planimiz imtihonga sizga aynan ishlaydi. Nima sababdan? Chunki real o'sha sizni bo'ladigan vaqtlaringizga qarab joylashtirib, tuzib, haqiqiy o'sha sizga mos keladigan qilib tayyorlab beraman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda bizani ko'pchiligimiz ertalab turishga qiynalamiz va obedda o'sha tong sahar 11-12 da turganimiz uchun ham biz kunni yarmini yutqazib qo'yamiz. Sizlarga eng yordam beradigan narsa mana shu yerda bitta zo'r imkoniyat qilib berishim mumkin. Sizlarga bu narsa menimcha katta ehtimol bilan ancha yoqsa ham kerak. Demak, bu bizda demak birinchi o'rinda ertalab turish imkoniyati. Ertalab har doim 5 da, ana 5 am da ertalab soat 5 da, rovna 5 da uyg'onishni odatdagidek, demak odatga aylantirishni boshlang. Nima uchun? Chunki ertalab soat 5 da odamning miyasi zo'r ishlaydi va любой narsani o'qiganingiz bilan 100% yodingizda qoladigan peak time aynan mana shu soat 5 hisoblanadi. Shuning uchun ham soat 5 da ustida ishlab borursiz, bu sizga ancha-muncha yordam beradigan strategiya bo'lib xizmat qilar ekan. Soat 5 da demak uyg'onasiz, soat 5 da bir boshdan praktikani boshlaysiz. Demak, soat 5 da ko'proq nima qilish kerak? Soat 5 da miyamiz hech narsaga chalg'imagan bo'ladi. Katta ehtimol bilan miyaga kirgizgan любой narsa yaxshi, demak tartibda, yaxshigina sifatda miyangizda saqlanib qolaveradi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, siz bemalol, demak bemalol o'zingiz qiynaladigan partlarni Tak, ovoz yaxshimi? Bitta yozib olinglar. Siz bemalol o'zingiz qiynaladigan partlarni, hozir mana rivojlantira olmayotgan partlarni aynan ertalabga qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana shunda siz yutasiz, chunki bu narsa sizga ancha-muncha plusga ishlaydi. Tushundingiz? Ertalab soat 5 da iloji boricha siz uchun o'sha difficult bo'lgan skilllar bor-ku, o'sha difficult skilllar. O'sha hozir rivojlantirishga qiynalayotgan, hozir masalan deylik oshirishga qiynalayotgan skilllar. Ya'ni men tavsiya qilaman ko'proq speaking bilan writingni ertalabga qo'yishni. Demak, writingni nimaga ertalabga qo'yish sizga zo'r? Chunki ertalabdan zo'r ideyalar keladi. Ideyalar tomonidan umuman muammo bo'lmaydi. Mana shu tarafdan yutganingiz uchun ham ertalabdan demak writingni practice qilishingizni maslahat beraman. Ertalabdan o'tirasiz, writingchani yozasiz, mavzusini o'qiysiz, nima mavzuda ekan, o'shanda ko'rasiz qanchalik o'sha ertalab sveji miyada qanchalik zo'r ideyalar aylanishini. Hattoki Google tog'i ham sizlarni yo'lingizda qolib ketadiki, bemalol o'zingiz zo'r ideyalar bilan birgalikda berib, o'sha tushuntirib yozib ketaversangiz bo'ladi. Lekin peak time writing yozish uchun aynan mana shu. Kunni oxiriga qo'yadigan bo'lsangiz, chunki ko'pchilik holatda biz o'zimiz qiynalgan narsani oxirroqda qilamiz deymiz, olib qo'yamiz-da, ya'ni kechiktirib boraveramiz, keyinroq, shu bilan qolib ketadi. Writing ham xuddi shunaqada, keyinroq qilaman deymiz, o'sha keyin qolib ketadi. Bu narsani yo'q qilish uchun esa bizga eng yordam beradigan usul, eng yordam beradigan va ishlaydigan narsa katta ehtimol bilan to'g'ri tayyorgarlik ko'rish va bundan tashqari ko'proq practice qilib, ko'proq ustida ishlab ketaversangiz, bu sizni practicelaringizni rivojlantirishingizga zo'r natija beradi. Ertalabdan yaxshi ideyalar keladi, yaxshigina performance bilan zo'r writing yozadigan bo'lasiz. Endi buni hali detalni tushuntiraman. Hozir qaysi skill, qaysi sifat qilishimizni birinchi kelishib olaylik. Keyin yana writingni rivojlantirishda faqat insho yozishdan, faqat nima yozishdan tashqari yana nimalar qilsa bo'ladi, yana qanaqa narsalarni qilishni maslahat beraman. Ularning bir boshdan tushuntirib yozib, different o'sha activitylarni yozib beraman. Qaysilari sizlarga kerak bo'lsa, o'sha narsani ham o'zingiz uchun maqsadga aylantirib, doimiy tarzda qiladigan ishingiz qilib qabul qilib olasiz. Keyingi narsa bu speaking. Nima uchun speakingni ertalab qilish kerak? Speakingni ertalab qilganingizda xuddi o'sha aytganimdek ideyalar zo'r kela boshlaydi. Ertalab turganingiz uchun energiya zo'r bo'lgani hisobiga pozitivroq gapirasiz speakingda. Masalan, deylik qanaqadir bir antiqa savollar chiqib qoladigan bo'lsa, yoningizdan chiqib qoladigan bo'lsa, vaziyatdan bemalol chiqib keta olasizda. Aynan speakingni ertalab practice qilishi eng plus tomoni ham mana shu. Ko'proq o'zi bizada ertalabki bilan ko'pchilikda masalan ba'zi bir odamlar night owl bo'ladi. Masalan, endi kuni bo'yi lekin ishda ishlaydigan odamlarning miyasi charchaydi, baribir kechqurunga borib. Chunki kuni bo'yi yetarlicha ma'lumotni miya hazm qilgandan keyin kechqurun o'zi writinglar, speakinglar qiyin tuyula boshlaydi. Buni o'rniga iloji boricha demak qanday tarzda tayyorgarlik ko'rishimiz kerak?
Demak, ertalab o'sha 5 ta turib writing bilan speakingni practice qilish kerak. Obedi bilan bo'sh vaqtingiz bo'lgan paytda nimalar qilishingizni hozir dalisha aytaman. Keyin asosiy vaqtingizni soat o'sha 9 dan keyin iloji boricha, demak 9 yoki 8. Endi ko'pchilik 8 dan keyin mana kanalga darsga kirishinglar kerak. 8 yozmaylik. 8 da mani kanalimni darsini ko'rasizlar. Kanalni darsini ko'rasizlar. Keyin 9 dan boshlab 9 endi PM bo'ladi bu. Katta ehtimol bilan 21:00 bo'ladi. 21:00 da esa demak bu sizga tinchlikda vaqt o'tkazishingiz mumkin bo'lgan vaqt hisoblanadi. Ya'ni bitta xonachaga chiqib olib, bemalol shu tungi sukunatda dars qilishingiz mumkin. Endi bu paytda ko'proq qaysi skillni qilish maslahat beraman? Bu paytda men ko'proq sizlarga demak reading bilan listeningni qilishni maslahat beraman. Qaysini birinchi qilgan ma'qul? Birinchi bo'lib listeningni qilganingiz ma'qul, chunki listening tezroq tugaydi. Listening o'zi bor yo'g'i yarim soat. Shuning uchun ham vaqtdan yutasiz. Bemalol birinchi bo'lib listeningni qilsangiz bo'ladi. Yarim soat listening. Keyin uni 10 minut, 15 minut uni tahlilni qiling. Uzoq bilan 1 soat ketadi mana shu listening yetishingiz uchun. Keyin o'zingizga timerga 1 soat demak vaqt belgilandi. Soat 11 gacha bemalol bo'lasiz. O'sha vaqtni telefonga ham ketkazib yuborishimiz mumkin. Bari hech kim 11 da hozir uxlamaydi. Demak, keyingisi esa bizda reading bo'ladi. 9 детский время tugadi, lekin sizlarga vaqt tugamaydi. Sizlar abituriyentsizlar, sizlar magistrsizlar, sizlar o'qituvchisizlar. Sizlarga sertifikat kerak hozir. Ishlashimiz kerak, natija kerak bo'lgan odam любой vaqt bo'lsa ham vaqt topib harakat qiladi. Demak, readingni esa biz keyin 1 soat vaqt polniy timerga qo'yib, keyin 1 soat polniy endi readingga shug'ullanishimiz kerak. Endi nimaga men timer deyapman? Sababi o'zi imtihon kam qolyapti. Hozirdan vaqtga solib yetishni boshlab berganingiz yaxshi. Buni asosiy sababi agar hozir vaqtga qo'yib yetishmasangiz, imtihonga borgandan keyin demak qiynalib qolishingiz mumkin. U paytda sizga hattoki bir marta bir yig'lab bersangiz ham sizni varog'ingizni berishmaydi. Mayli, men to'ldirib ol va pul to'lagansan deyishmaydi. Shuni ham hisobga oling. Demak, ertaga imtihonda hech kim sizga imkoniyat qilib bermaydi. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsangiz, bor kuchingiz bilan harakat qilib, vaqtga time managementni to'g'ri olishga ishlashingiz kerak. Shuning uchun hozirdan timerlarni ishlatishni boshlashingiz zarur. Tushunarli? Endi bularni demak qaysi skillni qachon qilish kerakligini men tushunib oldinglar. Endi men sizlarga qanaqa qilish, nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Writingda demak biz baribir yo letter yo essay yozishimiz kerak bo'ladi. Bir kunda ham essay ham letter yozish ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Chunki ilhom bir marta keladi deydi-ku, shunaqa bo'lib qoladi-da. Imtihonga yaqin bo'lgan payt ham imtihonni pressure bo'ladi. Endi siz mas'uliyatli, qat'iyatli bo'lsangiz, bir kunda ham letter ham essay yozsangiz bo'ladi, lekin meni maslahatim har kuni ertalab o'sha 5 ta turganingizda bir kun writing yozing. Bir kun writingda o'sha letter yozing bir kuni endi sentyabrga bari eski format bo'ladi. Bir kun letter yozing, bir kun essay yozing. Bir kun letter yozing, bir kun essay yozing. Bir kun letter, bir kun essay. Hali yana qo'shimcha vazifalar beraman. Endi nimaga ikkalasini bir kunda qilmasligini ham aytib ketyapsiz ustoz. Ikkalasini bir kunda qilsangiz zo'rroq emasmi deyishingiz mumkin. Ikkalasini bir kunda qilsangiz вообще zo'r. Lekin bitta no tarafi baribir insonning resursi cheklangan. Siz kun bo'yi faqat dars qila olmaysiz, hayot ham bor, ish ham bor deb bularni hisobga olishimiz kerak. Ertaga o'qishlar boshlanadi yaqinda. Bularni hisobga oladigan bo'lsak, demak baribir bunchalik ko'p vaqt ajrata olmaysiz. Shuning uchun ham bir kunga chin ko'ngildan rivojlantirib letter yozing. Bir kunda chin ko'ngildan essay yozing. Zo'r ishlaydi, bo'ldi. Keyin kun bo'yi yana qo'shimcha narsalarni aytaman. Ularga kamroq vaqt ketadi, lekin zo'r ishlab beradi. Keyin hozir tushuntirib beraman. Speakingni qanaqa qilish kerak? Speakingni har kuni bitta o'zingizdan topic olingda, iloji boricha o'sha topic bo'yicha, demak, o'sha imtihonda tushadigan topikni internetda tarqalib ketgan. O'sha topic bo'yicha practice qilib, iloji boricha speech tayyorlashga harakat qiling. Qanchalik, demak, o'zingiz uchun o'sha speech tayyorlab harakat qilsangiz, speech bu nutq degani bilasiz. Demak, qanchalik o'sha nutqni tayyorlab harakat qilsangiz speakingingizni rivojlantirishga, bu sizga ancha-muncha yordam beradigan zo'r usul bo'lib xizmat qila boshlaydi. Sababi, demak, practice qilganingizda, masalan, deylik, natijangiz ko'proq yaxshi chiqishini xohlaganingizda, buni ustida ishlagan sizga ancha practice qilishingizga ham yordam bera boshlaydi. O'zi qarang, mana bu yerda nimaga men faqat speakingni o'zini partlariga tayyorgarlik qilmayapman-da, speech qil deyapman. Nimaga? Sababi speakingni ko'pchilik testlari, savollari, bizani hozir ko'rayotgan darslar internetdagi mo'klarni ham ko'pchiligi bizada takrorlanadi.
ko'pchiligi takrorlanadi. Demak, shuning uchun ham biz har doim takrorlanishini hisobga oladigan bo'lsak, sal e'tiborli bo'lishimiz kerakki, ko'proq ya'ni mavzuga tayyorgarlik qilsangiz, ertaga imtihonga kirganingizda tushunmay qolish ehtimoli deyarli bo'lmaydi-da. Shuning uchun ham biz practice xuddi shunaqa tarzda qilishimiz bizga ancha-muncha plyusga ishlaydigan, foyda beradigan strategiya bo'lib xizmat qilar ekan. Aynan mana shu usulda tayyorlaysiz, aynan mana shu strategiya asosida o'zingizga o'sha doimiy tayyorgarlik qilaverishni odatga aylantirib boraversangiz, bu sizni natijangizni ham, practicelaringizni ham ancha-muncha oshirib tashlaydigan, zo'r yordam beradigan strategiya bo'lib xizmat qiladi. Ustida ishlab boraversangiz, natijangizni oshishi ham ancha o'zi rivojlanib boraveradi. Practicelarni demak qancha kuchaytirsangiz, shuncha yaxshi. Shuning uchun ham buni ko'proq qilinglar, ko'proq rivojlantirish ustida ishlanglar deb aytib ketaman-da. Ustida ishlaganingizda qancha zo'rda. Faqat speakingni mana aytayotganimdek, savollari ko'p takrorlangani uchun ham ko'pchilik holatda biz mavzularni adashtirib yuboramiz yoki tushunmaymiz. Shuning uchun ham oldindan siz demak o'sha topiklarni ko'pchiligi bilan tanish bo'lishingiz uchun yordam beradigan eng yaxshi strategiya bu har kuni bitta topik olib, o'sha topik bo'yicha tayyorgarlik qilish. Keyin kuni bo'yi keyin partlarga tayyorgarlik qilib yurish. Kuni bo'yi. Hozir uni pastga yozaman endi. Listeningni nima qilishimiz kerak? Listeningni tayyorgarlik qilish uchun o'zi practice qilish tavsiya qilinadi. Listeningni har bitta partini, demak bitta o'sha vaqtga qo'yib, xuddi imtihondagidek 2 martadan eshitib, yaxshilab practice qilishimiz kerak. Endi buni yechayotganimizda bizga nima yordam beradi ko'proq, qanaqa strategiya ishlatganingizda ko'proq ishlaydi deyishingiz mumkin. Demak, bizga eng yordam beradigan, eng ishlab beradigan, eng foydasi zo'r tegadigan bu strategiya katta ehtimol bilan speakingimizni oshirishimiz uchun aynan demak speech bo'lganida listeningni oshirish uchun aynan listeningni ko'proq practice qilib, buni tahlillari bilan ko'proq ishlash kerak. Ya'ni faqatgina oddiy tarz emasda analiz orqali analiz bilan qancha ishlasangiz, bu sizga tushunishga ham ancha qulay va zo'r tarzda o'sha ketaveradi, keyinchalik o'sha qiynalmay qo'yasiz. Shuning uchun ham hammaga maslahat beraman. Hozirdan tayyorgarlik qilmoqchimisiz? Yaxshi demak practice qilib, iloji boricha yuqori natijalar olish niyatingiz bormi? Okay. Demak, hozirdan yuqori natijaga yarasha yuqori performance qilib, practicelarni analizlar bilan birgalikda qilib, ko'proq o'sha asosan 1 soat vaqt ketadi bunda o'rtacha. 1 soat vaqt ketadigan bo'lsa, vaqtingizni qizg'anmasdan natija uchun harakat qilishni boshlang. Oxirida tahlil nima uchun kerak? Tahlil qilganingiz sari siz nima uchun xato qilayotganligingizni, nimalarda xato qilayotganligingizni, aynan o'sha javobingiz xato bo'lishiga nima sabab bo'lganligini ancha oson va ancha oddiy tarzda demak o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham qancha practice qilsangiz, qancha ustida ishlasangiz, bu sizga juda ham katta va juda ham yaxshi plyus olib kirib berar ekan. Shuning uchun ham doimiy tarzda bunga tayyorgarlik qilib, doimiy tarzda ustida ishlab boravering. Yuqori natija albatta sekin-sekin bo'lsa ham zato erishib borasiz. Listeningni lekin eshitsangiz, practice qilib analiz bilan qilsangiz, vaqti zo'r va tez ko'tarib olasiz. Readingni qanaqa qilish kerak? Readingni endi timerga qo'yish kerak, chunki reading hozir ko'pchilikning vaqtini olib qo'yapti. Listening-ku hamma 2 martadan eshitganingiz u vaqtgacha katta bir ahamiyatga ega emas. Lekin bizda katta ahamiyatga ega bo'lgani asosan demak qarab ketadigan bo'lsangiz, demak bar timer bilan ishlash kerak readingda, chunki bu yerda bizga ma'lum bir 1 soat vaqt ajratilgan bo'ladi va bu vaqtdan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shularni hisobga oladigan bo'lsak, timer biz uchun eng yaxshi variant hisoblanar ekan. Demak, siz yaxshi natija olish niyatingiz bormi? 100% natija qilmoqchimisiz? Ko'proq ustida ishlab borishingiz, ko'proq timerlardan foydalanib o'tirishingiz kerak. Demak, readingda timerlarni qancha ustida ishlasangiz, tushunishga, o'rganishga qancha ahamiyat qilsangiz, chunki time managementdan yutsangiz, asosiysi mana shular bo'ladi-da. Time managementdan qancha yutsangiz, ustilarida ishlasangiz, ma'lumotlarni tushunishingiz, o'rganishingiz shuncha oson bo'ladi. Readingda timer katta ahamiyatga ega shuning uchun ham. Keyingisi esa har bitta partni o'zini yaxshilab practice qilib, keyin o'zingizga ketma-ketlik yaratib olish. Ya'ni qaysi partdan keyin qaysi partda ishlaganingizni ko'proq vaqtga ulguryapsiz. Hammaning approach har xil bo'ladi. Masalan, men ko'pincha part 3 ni eng oxirida ishlasam, menga zo'r ishlaydi. Nimaga eng oxirida ishlayman? Part 3 ko'pincha heading bo'lganligi uchun ko'p vaqt olib qo'yadi. Mani bekordan bekorga vaqtim ketib qolmasligi uchun men maksimal darajada buni to'g'ri ishlatishga, demak buni to'g'ri o'z o'rnida foydalanib ketishga harakat qilaman. Practice qilishingizda, ustida ishlashingizga yordam beradigan eng zo'r narsa bu demak to'g'ri tahlil va to'g'ri strategiya bo'lib xizmat qilar ekan.
Shuning uchun hozirdan baribir bu praktisni boshlash kerak. Praktis qilishda demak timer keyin o'sha aytganimdek nimadan keyin qaysini qilishingiz kerak ekanligini, nimadan keyin qaysini qilishingizni oldindan rejalashtirib olish siz uchun eng yaxshi va eng ishlaydigan metod bo'lib xizmat qiladi. Demak, mana shu narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, har doim qo'llashingiz kerak ekanligini va javoblaringiz orasida bu narsa eng katta ahamiyatga ega ekanligini tushunib oldingizga umiddaman. Demak, readingda o'zingizni ketma-ketligingizni yarating. Qaysi part sizga qiyin bo'lsa, masalan, kimdirda birinchi qiyinlarni ishlab olib, keyin osonrog'iga o'tadigan bo'lsa, unga yaxshiroq foyda beradi. Kimdirga birinchi masalan osonni ishlab, keyin qiyiniga o'tadigan bo'lsa, ko'proq foyda beradi. Ya'ni hammada har xil usulda ishlaydi-da. Shuning uchun ham siz hozirdan praktis qilib, ustida ishlab borib, demak, o'zingiz o'sha yaxshi qaysi sizga yaxshi ishlasa, foydasini demak yaxshilab qarab chiqib o'rganursiz, bu sizga praksislaringizga ham yaxshigina foyda beradigan narsalardan biri bo'lib xizmat qilar ekan. Tushunarli? Albatta bu ustingizda zo'r ishlashingizga, ma'lumotlaringiz adashib ketmasligiga, fikrlaringizni tiniq va aniq ketishiga yordam beradigan eng ishlaydigan texnika, eng ishlaydigan strategiya bo'lib xizmat qilar ekan. Okay, mana shu yergacha bo'lgan qismi ancha tushunarli bo'ldi. Yaxshi. Okay. Demak, endi bularni tushundinglar. Endi masalaga qo'shimcha narsalarni ham aytib ketmoqchiman. Tak, qo'shimcha kun bo'yi nimalar qilsa bo'ladi? Demak, buni o'zingiz soatingizga qarab rejalaysiz. Endi men qo'shimcha extra activitylarni aytib ketaman. Rejangizga qo'shishingiz kerak bo'lgan narsalarni. Men o'zim rejamga qo'shgan narsalarim. Tak, birinchi o'rinda demak bizda sizlarga eng maslahat beradigani bu speakingni partlari. Speakingni biz speech qilib tayyorgarlik qildik. Endi speakingni o'zini partlarini ham bari rivojlantirishimiz kerak. Bu uchun demak nima qilish maslahat beriladi? Buning uchun kun bo'yi qaysidir savolni olingda, o'sha savol bo'yicha kun bo'yi o'zingiz uchun speechlar tayyorlab yurib, o'sha savollarga javob berib borishga harakat qilsangiz, bu sizga ancha-muncha yordam beradigan strategiya bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham ko'proq ustida ishlab, praktis qilib, rivojlantirib boraversangiz, natijangiz zo'r ketadi va tayyorgarlik qilish ham sizda eng zo'r asosan usullar asosida ishlay boshlaydi. Shuning uchun ham ustida albatta e'tibor berib bosh qotirish kerak. Tushunarli? Demak, speakingni partlarini kun bo'yi tayyorlanib yursa arziydi. Nimaga faqat speech bilan ko'tarsak ham zo'r-ku deyishinglar mumkin, to'g'ri. Lekin speechdan tashqari bizda agar speaking o'zini partlariga ham tayyorgarlik qilsangiz, speechni o'zidan tashqari time managementga, imtihonni o'zini formatiga ko'proq ulgurasiz. Shu sababdan ham bu yerda siz yaxshiroq va foydaliroq tarzda imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ham hozirdan tayyorgarlik qilayotgan o'quvchilarimizga praktis qilish uchun bu narsani ham hozirdan o'sha o'zini demak nimalariga qo'shishini doimiy qiladigan ishlari qatoriga qo'shish kerakligini aytib ketaman. Buni qancha qilsangiz, shunchalik bu sizga foyda olib kelib beradi. Shunchalik bundan siz foyda olib boraverasiz o'zi, rivojlantirib boraverasiz. Shuning uchun ham ustida ishlash kerak, ko'proq rivojlantirib boravish kerak. Tushunarli? Okay, demak keyingisiga o'tamiz. Speaking partlariga tayyorgarlikdan tashqari kun bo'yi yana nima qilish maslahat beriladi. Ertalab demak siz o'sha soat 5 da turganingizdan keyin maslahat beradigan birinchi qiladigan ishingiz, men maslahat beraman. Nimaga? Chunki ertalab turgandan keyin yuzingizni yuvib, o'sha daftar kitoblaringizni tayyorlaguningizcha bari 2-3 daqiqa, uzoq bilan 10 minut vaqtingiz ketadi. O'sha 10 minutdan ham foydali tarzda foydalanib olishga harakat qilishimiz kerak. Demak, bunga qanaqa tarzda tayyorgarlik qilib, demak praktis qilsa bo'ladi. Bu yerda sizlarga eng ishlaydigan narsa bu listeningni podkastlar. Demak, bu yerda to'liq qilib podkast qil deb yozib, podkast eshitish bu bizga eng katta va eng zo'r yordam beradigan narsa. Qancha ko'p podkast eshitsangiz, shunchalik qulog'ingiz ingliz tiliga o'rganadi va gapirilayotgan gaplarni birdaniga tushunishingiz mumkin bo'ladi. Rivojlantirishni eng sizga yordam beradigan usuli ham aynan mana shu hisoblanadi. Shuning uchun praksisni rivojlantirib, demak iloji boricha ustida ishlab ketaversangiz, ya'ni mana shu yerda podkastlarni ham qo'shadigan bo'lsangiz, bu sizga zo'r yordam beradi. Listeningni o'zini partlarini hammasini praktis qilib, analizlar bilan yechib, podkastni eshitaverish zo'r usul. Podkastni ko'pchilik noto'g'ri eshitadi. Podkastni menda o'zimda ishlagan usul bilan tushuntirib beradigan bo'lsam, podkastni men esimda gaplari qolib ketmaguncha qayta eshitaverardim. Nimaga buni qilardim? Sabab bilan tushuntirib beraman. Buni asosiy va eng o'rinli bo'lgan sabablardan biri katta ehtimol bilan demak
katta ehtimol bilan qancha ko'p eshitsangiz, birinchidan ideyalar zo'r yodingizda qolib ketadi. Ya'ni qancha ideyalar zo'r yodingizda qolib ketsa, ertaga imtihonga kirgan paytingizda speakingda ideya mana tayyorda. Ikkinchi tomondan pronunciationingiz yaxshilikda, orqasidan shadowing qilgandek bo'lasiz, baribir ha deb eshitib keyin aytilish uslubigacha yodingizga qolib ketadi. Keyingi plus tarafi listeningni qancha ko'p eshitsangiz, ayniqsa o'sha podkastlarni 100% tushunishga harakat qilgan odamda qayta o'sha eshitmay qo'ygan, tushunmay qo'ygan joyini ham iloji boricha detalniy tushunishga harakat qiladi podkastlarda. Detalniy tushunishga harakat qilgan odam ertaga imtihonga kirganda любой aksentni tushuna oladigan bo'ladi. Va bu sizga ancha plusga ishlab beradigan strategiya ekan. Tushunarli bo'ldi? Bulardan tashqari yana nimani maslahat beraman? Eng asosiy maslahatim mana shu yerda podkastda. Demak, vaqtingiz bo'lsa, buni skript qilib yozishga ham harakat qiling. Chunki podkastda eshitgandan keyin skript qilib yozsangiz, bunday вообще zo'r pluslarga ega bo'lasiz. Podkastdan keyin skript bu nima beradi? Podkastdan keyin skript qilinsa, skript katta ehtimol bilan sizni ma'lumotlarni yanada tushunib olishingizga va ularni yaxshiroq ifodalab ketishingizga yordam beradigan strategiya bo'lib xizmat qilar ekan. Shuning uchun ham skriptlarni doimiy tarzda yaxshi o'rganib, to'g'rilab, praktislari bilan birgalikda qancha ustida ishlab ketaversangiz, demak, shunchalik natijangiz ham oladigan, demak, nimalaringiz ham anchagina yuqori va zo'r tarzda o'zi ketaveradi. Ya'ni ularni tushunishda ham, ma'lumotlarni ajratishda ham hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Ancha tushunarli bo'lgani uchun bu tarafda, demak, e'tibor qancha qaratsangiz zo'r ketadi, bu foydasi ancha zo'r bo'ladi deb tushuntirib ketyapman. Doimiy tarzda e'tibor bilan ustida ishlashga, doimiy tarzda rivojlantirib borishga harakat qiling va shu orqali tez orada natijangiz, ayniqsa listeningda tezda o'sha natijangiz o'zgarib yuqoriga chiqib ketadi. Podkastlarni eshitganingizda o'zi listeningiz tez 70-75 ga chiqib oladi. Kamida 65 plus bo'ladi. Mana chunki xuddi shunaqa usul bilan oshirganman podkastimni. Listeningimni birinchi imtihonimda 69 chiqqan, ikkinchi imtihonimda topshirganimda mana listening darajam 75 chiqqan. Ya'ni xuddi shunaqa usul bilan tayyorgarlik qilganman. Bulardan tashqari demak nima qo'shgan afzal? Vaqtingiz bo'lgan kunlari artikl o'qib turishni maslahat beraman. Endi mana shu imtihoningiz bo'ladigan 15 kun davomida social medialarni yo'qotib, ko'proq demak bularni ustida ishlab ketishga harakat qiling. Artikllar sizga haqiqatan zo'r yordam beradi. Nima uchun artikllar foyda beradi? Birinchidan, artikllarning ichida siz uncha joyda uchratmaydigan zo'r ideyalar beriladi. Ikkinchidan, artikllar ichidan juda ham zo'r ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Uchinchidan, artikllardan so'zlarni yozilishini, imloviy qanaqa yozilishini ko'z bilan o'rganib ketsa ham bo'ladi. Mana shu tomonlardan yutganingiz uchun ham tavsiya qilaman, demak, artikllarni ko'proq o'qib turishni. Qancha ko'p ustida ishlab o'qib turursiz, bu sizning strategiyalaringizni va ma'lumotlaringizni oshishiga, tezroq va yaxshiroq javobni topishingizga yordam beradigan usul bo'lib ketar ekan. Shuning uchun ham ustida ishlab boraverishingiz, demak, rivojlantirib boraverishingiz maslahat beriladi. Yuqori natija olmoqchi bo'lgan istalgan odam har doim xuddi men aytgan usul bilan birgalikda o'zini readingini oshiradi. Chunki faqatgina artiklchani o'qishdan tashqari, masalan, podkast, masalan, deylik, eshitishingizdan tashqari faqat practice bosib qilaversangiz, u hech qanaqa plus tarafi yaxshilanmaydi. Sizga yaxshilik degani bu qo'shimcha aktivitelar. Shuning uchun ham bunga iloji boricha e'tibor qaratish, iloji boricha to'liq o'rganib olishimiz kerak. Tushunarli? Artikllar, lekin maslahat beraman. Ham speakingga, writingga ideya olasiz, ham so'zlarni yozilishi, ertaga writingga, so'zlarni spellingda xato qilmaysiz, ham demak bu yerda readingda so'zlarni qancha ko'p so'z sanasangiz, shuncha yaxshi-ku, baribir u yerda yangi zo'r darajali so'zlarni uchratasiz. Lug'at boyligingiz ham kengayadi. Chunki reading baribir ko'proq bizda artikllar, ya'ni umuman olganda so'zlar va uning ma'nolari bilan bog'liq. Artikllardan tashqari men imtihonga tayyorgarlik qilayotgan paytimda nima qilardim? Bo'sh vaqtimda, mana bo'sh vaqtim bo'ldi deylik, darsdan chalg'ishni xohlasam, ya'ni o'rtada o'sha tanaffus olishni xohlasam, ko'proq podkast eshitardim. O'rtada tanaffus olishni xohlasam, ko'pincha podkast eshitardim. Nimaga podkast eshitishimning eng asosiy bo'lgan sabablaridan biri bu xuddi o'sha
uni ham o'zi foydaga ishlaysiz, lekin dam olish uchunda. Nomi dam olish uchun, lekin u ham foyda beradi-da. Har narsadan foyda olasiz. Ikki taraflama zo'r foyda bo'lgani uchun ham buni men maslahat beraman ko'pchiligingizga qilishni. Demak, sekin-sekin rivojlantirib borishingizga, zo'r natija va praktis qilishingizga ancha yaxshigina imkoniyat bera oladigan aynan narsa, strategiya hisoblanadi. Shuning uchun ham ustida ishlab ketishingizni, demak, sekin-sekin o'sha rivojlantirish uchun bir sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Sinab ko'radigan bo'lsangiz, bu sizni demak rivojlanishingizga, savollaringizni va berilayotgan narsalarni osonroq tushunishingizga, ularni bir-biridan yaxshigina ajratib olishingizga yordam beradigan eng ishlaydigan metod hisoblanib ketirilar ekan. Tushunarli? Mhm. Okay, zo'r. Davom etamiz. Artikellardan tashqari yana nima qilish maslahat beriladi? Artikellardan tashqari men sizlarga maslahat beraman sample essaylar. Sample essaylar va letterlarni qancha ko'p tahlil qilsangiz, bu sizga osmon bilan yerchalik reytingingizga o'zgarish bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki ko'pchiligimiz rivojlantirishni to'g'ri usullarini bilmaymizda, sample essaylar va letterlar orqali rivojlantirib ketishga harakat qilamiz. Sample essaylarni demak ko'proq o'sha tahlil qilish sizga nima beradi? Qancha ko'p sample essay tahlil qilsangiz, qancha ko'p ma'lumotlarni ustida ishlab tahlilini olib borsangiz, bu sizga shunchalik foyda beradiki, keyinchalik o'zingiz ham sekin-sekin o'sha sezishni boshlaysiz. Bu sizga shunchalik yordam beradiki, demak tez orada natijangiz ancha yaxshi va ancha o'rinli o'sha zo'r chiqa boshlaydi. Ya'ni practice'laringizda ham aynan natijangizni zo'r chiqishiga ham yordam beradigan eng ishlaydigan metod hisoblanadi bu. Shuning uchun ham hammalarni mana shu metodni demak ustida ishlayotganingizda, ustida ishlashingiz kerak bo'lganida qilishingizni, o'rganishingizni maslahat beraman. Aynan aytganimdek, bu ishlaydigan metod hisoblanadi. Ishlaydigan metod bo'lgani uchun ham ko'pincha, demak, qancha ko'p qilsangiz, shuncha ko'p o'rganib ketishingiz mumkin ekanligini doimiy tarzda takrorlayman. Bu tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingi narsa bizda sample essaylar va letterlar tahlilida biz grammatika o'rganib olamiz. Ya'ni ular bizga har doim aytaman, tilsiz o'qituvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni ulardan biz juda ham ko'p narsalarni demak o'rganib ketsak bo'ladi. Shuning uchun ham ko'proq demak o'rgansak, ko'proq practice tarzda ularni natijada oshirib ketaversak, demak rivojlantirish usullari, ancha ko'tarish usullari oshadi. Demak, unda oson va oddiy tarzda tezda natija olishingiz mumkin bo'lar ekan. Tushunarli? Okay, bu ham tushunarli. Grammatika o'rganasiz. Ikkinchidan, ideyalarni u qanaqa qilib berayotganligini o'rganib olsangiz bo'ladi. Uchinchidan, demak, o'sha aytganimdek, yozilish tartibini ko'rib olishingiz uchun sizga yordam beradigan eng asosiy narsalarni hisobi mana shu yerda chiqa boshlaydi. Shuning uchun ham bu yerda ko'proq va asosiy tarzda practice qilib, rivojlantirib boraverish sizni natijangizni ancha-muncha oshirishingizga yordam beradi. Вообще bu ishlaydigan narsa. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bulardan tashqari sample essay va letterlarni ko'rib chiqishingiz kerakligini aytib o'tdim. Va sample demak bizga speakinglarni qayerda ideya olsa bo'ladi. Men ko'pincha speakingga ideya olish uchun speakingga idea generate qilishim uchun ko'proq YouTube'dan video ko'rardim. YouTube'dan ko'proq videolar ko'rardim. TED videolarni qaysi mavzu bo'yicha menday biroz bo'lsa ham mavzu yetishmayotgan bo'lsa, ideya yetishmayotgan bo'lsa, birdan YouTube'ga kirardimda, Google'dagi ChatGPT'da menga ideya qilib ber demasdim hech qachon. Har doim demak men o'zimga oddiyroq o'sha usulni qo'llab, miyamni ham ishlatish nimasida bo'lardimda. YouTube'dan o'zimga video qo'yardim, ham fikrlashim kengayardi, ham bu yerda eng yordam beradigan jihati
fikrlashim kengayardi. Ikkinchi tomonda speakingdan o'sha idea generate qilishga YouTube'dan foydalanadigan bo'lsangiz, buni ikkinchi eng ishlaydigan, eng foyda beradigan, eng foydali bo'lgan tomonlaridan biri YouTube'da zo'r ideyalar beriladi va hech kim xuddi sizlarday kutmaydi oxirigacha. Qachon eshitib bo'larkan oxirigacha. Qachon ko'rarkan bu videodan ideya olarmikan? Kamchilik juda videodan ideya oladi YouTube'dan. Ko'pchilik Google'dan chiqadigan birinchi, ikkinchi gapchalardan уже ideya oladi. Bu degani katta ehtimol bilan bularni ko'pchiligini demak o'rganishingizda уже qiynalib qolishingiz mumkin bo'lar ekan. Ustida to'liq va aniq ishlashni xohlasangiz, yuqori natija olish sizni maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, hozirdan ustida ko'proq ishlashni, rivojlantirib boraverishni va ko'proq o'sha practice qilib borishni boshlasangiz, bu sizga rivojlantirishingizga ham demak yordam beradigan, usullaringizni kengaytiradigan va imkoniyatlaringizni aynan to'g'ri va o'rinli tarzda javob olishingizga hissa qo'shadigan strategiya bo'lib xizmat qilar ekan. Shuning uchun ham bularga doimiy tarzda to'g'ri strategiya bilan, to'g'ri yondashuv bilan yondashib, ustida ishlab, rivojlantirib ketaversak, natijamiz ham shunchalik oshadi, shunchalik rivojlanadi, shunchalik yaxshi natijalarni olishimiz osonlashadi. Tushunarli? Bu speakingni ideya olish demak muammosiga yechim. Keyingisi. Har kuni demak 5 ta vokabulya yodlardim. Har kuni darajasi zo'r bo'lgan, darajasi yuqori. Juda ham bir situ ko'pchilik ko'rmagan inglizlarni o'zi ham bilmaydigan so'zlardan emas. Yaxshi xato yozmadim. Vocabulary. Demak, har kuni men qanaqa practice qilib ketardim. Har kuni qancha ko'p ustida ishlasam, shuncha foyda berardi. 5 ta vocabulary qilardim. Har kuni nimaga 5 dona? 10 ta bo'lgani bilan, 200 ta bo'lgani bilan, agarda siz unga bekordan bekorga vaqt ketkazsangiz, lekin u narsa sizni yodingizda yaxshi qolmasa, unga o'sha lug'atga ketkazgan vaqtingiz bekordan bekorga uvol bo'ladi. Undan ko'ra men ishlaydigan narsaga ketkazish xohlardim. Ertaklarni eshitib 200 ta so'z yodlasang zo'r bo'lib ketasan degan narsalardan ko'ra 500 ta so'zni zo'r qilib yodlash tarafdori edim. Shuning uchun ham men ko'pincha tayyorgarlik qilayotgan vaqtimda xuddi shunaqa tarzda tayyorgarlik qilib ketardim. Praktislarimni ham xuddi shu tarzda olib borardim. Ya'ni oddiy til bilan tushuntiriladigan bo'lsa, bizda demak qanchalik men aytgan usulni o'sha vokabulyarni sonini kamaytirib sifatni oshirsangiz, sifatga ishlashni boshlasangiz, shunchalik hozir o'rganayotgan vokabulyarni amaliyotda qo'llashingiz mumkin ekanligini o'rganasiz. Tushunarli? Faqat yodlaganingiz bilan ertaga chiqib ketgan bo'lsa esdan, u nima keragi bor uni? Xuddi shu narsada nimaga keragi bor? Undan ko'ra zo'r qilib natijangizni rivojlantirish, zo'r qilib o'sha practice qilib natijani zo'r qilib o'sha oshirib tashlash imkoniyati bo'lib turgan paytda ustida bunaqa tarzda ishlasangiz o'zi tushib ketadi-da. Agar to'g'ri usullar bilan, to'g'ri strategiyalar bilan ustida ishlab borsangiz, rivojlantirish yo'lida bo'lsangiz, bu sizga ancha-muncha yordam beradigan, imkoniyatlar beradigan narsa bo'lib xizmat qilar ekan. Tushunarli? Ustida ishlash shuning uchun ham zo'r, foydali bo'lgan strategiya hisoblanadi. Okay. Mavzu menimcha tushunarli bo'ldi. Yaxshi. Okay. Demak, vocabulary ham tushunarli, kun bo'yi qiladigan ishinglar. Mana shu bizani demak hozir men sizlarga ko'pchiligiga maslahat beradigan, qilishingiz kerak deb o'ylaydigan demak usullar. Qancha ko'p shulardan foydalansangiz, qancha ko'p bularni ustida ishlay boshlasangiz, rivojlantirishingiz uchun ham demak practice qilganingiz uchun imkoniyatlaringizni ham kengaytiradigan zo'r usul bo'lib xizmat qila boshlaydi. Shuning uchun ham hozirdan boshlashingizni, hozirdan ustida ishlashingizni maslahat beraman. Qancha ko'p practice qilsangiz, qancha ko'p ustida ishlasangiz, aynan bu strategiya sizni rivojlanishingizga va ko'proq tezroq natija olishingizga sabab bo'ladigan eng yaxshi usul hisoblanib keltiriladi. Shuning uchun bu kerak. Tushunarli? Mavzular va asosiy bir qismlarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Okay. Tak, mana shu yergacha bo'lgan qismda kimda qandaydir savollar bormi? Kimdadir qanday savollar bormi? Yaxshi, tushunib olgan bo'lsanglar, xo'p, bugungi darsimiz qanaqa bo'ldi? Foyda oldinglarmi? Demak, 15 kunlik study plan hammasi nima, qanaqa joyi kerak, tushunib oldinglar degan umiddaman.
Yaxshi. Demak, manfaat oldingizmi darsimizdan? Qanaqadir bir foyda olishingizga, nimanidir o'rganishingizga yordam berdimi darsimiz? Zo'r. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, to'g'risi men juda ham xursandman. Chunki qancha ko'p ustida ishlasangiz, qancha ko'p rivojlantirib boshlasangiz, bu sizni aynan tezroq natija olishingizga, tezroq usullarni o'sha rivojlantirib, practice qilib ketaverishingizga yordam beradigan, eng ishlaydigan metod hisoblanib ketilinadi. Shuning uchun ham ustida ishlab boraverish, qanchalik rivojlantirsangiz, shunchalik zo'r natija olish mumkin ekanligini o'rganib olish siz uchun eng oddiy strategiyaga aylanib qoladi o'zi. Shuning uchun ham hozirdan rivojlantirib, hozirdan ustida ishlab boravish kerak. Men aytgan metodlardan foydalaninglar. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, demak, foyda bergan bo'lsa, nimanidir o'rganib olgan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Yaxshi. Okay, darsimiz yoqqan bo'lsa, qani kommentariyada bir maqtab qo'yinglar-chi. Juda foydali bo'ldi. Rahmat kattakon debdilar. Dars rekording qilindimi? Qilmoqchi emas edimu, lekin qildim. Vocabulary qayerdan yodlaysiz? Vocabularyni yodlaganimda men ko'proq essentialdan yodlardim yoki topic vocabulary qilib yodlardim. Yaxshi. Zo'r. Darsimizdan foyda olgan bo'lsanglar, kommentariyada darsimiz haqida o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni bildirishingizni kutib qolgan bo'lardik. Chunki katta ehtimol bilan mana shu yerda kerakli qismlarda savollar, kerakli o'rinlarda demak tushunishimiz mumkin bo'lgan, kerakli bo'lgan narsalar ko'p kerak bo'ladi. Ustida ishlab borilaversa, ancha oddiy va zo'rda. Okay, zo'r. Demak, foyda bergan bo'lsa, manfaat ola olgan bo'lsangiz xursandman. Vaqtingiz asosiysi o'sha, shuncha ketkazgan vaqtingiz bekorga ketmabdi ekan, shundan xursand bo'ldim. Demak, endi imtihon topshiruvchilar, oktyabrchilar, qadrli oktyabrchilar, uch sentyabr imtihoni yaqin. Oktyabrda imtihon topshiruvchi demak o'quvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozirda oktyabrchilar uchun maxsus bizda imkoniyat bor. Demak, qadrli oktyabrchilar, sizni hozirda biz demak, aynan imtihoningizga qadar har kuni darslar orqali komandamiz bilan birgalikda yangi ochiladigan kurs asosida tayyorgarlik qildirib, demak, imtihoningizga tayyorlab beramiz. Agarda demak, imtihonga tayyorgarlik qilishingiz uchun kurs qidirayotgan bo'lsangiz, ishonchli kurs kerak bo'lsa, sizga aynan kursimizni tavsiya qilamiz. Mana shu yerda hozir mana ekranda ko'rib turganingizdek e'lonni berib qo'ydim. Demak, B1 dan B2 ga, B2 dan C1 ga o'tishingiz uchun yordam beradigan, demak, o'z o'rnida kafolatli kurslardan biri hisoblanadi. Nimaga kafolat beriladi? Asosiy sababi bu yerda kursni bitirdingiz, lekin masalan deylik natija ololmadingizmi? Okay, kursni bitirib natija ololmaysiz, bundan keyingi kurslarimizda bepul o'qiysiz toki natija qilguningizga qadar. Mana shunaqa tomonlari bo'lganligi uchun ham ko'pchiligimiz aynan mana shu strategiya borligini, aynan mana shu bizda ma'lumot berilishi mumkin ekanligini aytib o'tamiz. E'tibor bilan qanchalik aynan e'tibor qaratsangiz, fikrlar asosida albatta, demak tushunishga, ma'lumotlarni o'zini olishga harakat qilsangiz, bu o'rganishingizga ham, natijangizni tez orada yaxshigina oshirishingizga ham xizmat qiladigan strategiya bo'larkan. Shuning uchun ham ustida ishlab boravering, rivojlantirish yo'lida bo'lavering. Shunda tez orada demak yaxshi natijalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Tez orada zo'r natijalar asosida demak imkoniyatlaringizni kengaytirib, o'sha aytganimdek, o'zingiz xohlaganingizdan ham tezroq va osonroq tarzda natijaga erishib kelaverasiz. Tushunarli? Yaxshi. Darsimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, hammangizga kattakon rahmat. Demak, kursga yozilish uchun mana shu ko'k yozuv ustiga bosing. Otabek Saidahmadovich bilan bog'lansanglar, komandamiz sizga demak kurs haqida ma'lumot berib ketishadi. Ya'ni o'zimiz sizni multi-level zone orqali yuqori darajali, yaxshi demak darajali o'sha o'qituvchilarimiz tomonidan birgalikda kurs orqali sizni tayyorlab natijaga chiqarish ustida ishlaymiz. Menimcha kurs manfaat beradigan kurs bo'ladi. O'quvchilar natijasini bir ko'rib chiqing agar baribir ishonch bo'lishi uchun o'quvchi
o'qituvchilarimizni natijalarini ko'rib chiqing, ishonib tayyorgarlik qilsangiz bo'ladi. Hammanglarga kattakon rahmat, salomat bo'ling. Keyingi darsimizda ko'rishamiz. Qatnashuv uchun tashakkur.